Eng yomon er kim? Eng yomon er xotini bilan urushib qolgan paytda bolalaringni oldi uydan chiqib ket degan eng iflos, eng maraz er o'sha er bo'ladi, o'sha erkak bo'ladi. Undan ko'ra erkak bo'lsa, agar o'rtada bolalar bor, xotini ming iflos bo'lsin, onasini xizmatini qilmasin, yo boshqa bo'lsin, yo boshqasini sevib qolsin, boshqasiga uylanaman desin, bitta kostyumini, bitta kurtkasini olish kerakda, indamasdan chiqib ketish kerak, chunki bolalar bor o'rtaga. Erkak kishi o'rtog'ini uyiga ham sig'ib ketaveradi, borib kerak bo'lsa parta skameykada ham yotaveradi, любой joyga borib yasha oladi. Hech kim erkak kishini buzilib ketibdi, ana palonchi ajrashib bir narsa bo'pti demaydi. Lekin ana jonivor ayol bolalari bilan onasining uyiga borib o'tirgandan keyin, majbur bo'lgandan keyin ko'chaga chiqsa ham gap bo'ladi, qo'shniga chiqsa ham gap bo'ladi, ishlamasa kuni o'tmaydi, nomi yomonga chiqadi. Erkak kishi mard bo'lsa, erkak bo'lsa agar ajrashsa ham bolalariga uy qilib beradi, yokida o'sha yashab turgan uyini bolalariga tashlab chiqib ketadi.